Sabzavotli sho'rvalar diyetologlarning sevimli mahsulotidir. Sho'rva oshqozonni to'ldiradigan, tez to'yinganlikni rag'batlantiradigan va ortiqcha ovqatlanishni oldini olishga yordam beradigan hajmli taomdir. Sabzavot sho'rvalari ayniqsa foydali. Ular kaloriyasi past, ko'p antioksidantlar va ko'p miqdorda oziq dolasi mavjud. Shuning uchun diyetologlar sabzavotli sho'rvalarni muntazam ravishda diyetaga qo'shishni tavsiya qiladi, ayniqsa vazniga e'tibor beruvchilar uchun. Lekin odatda to'g'ri sho'rva pishirishga vaqt bo'lmaydi. Shuning uchun biz uni dietamizdan butunlay chiqarib tashlaymiz yoki kafe yoki restoranda sotib olamiz va odatda qo'shimcha yog' va kaloriya olamiz. Herbalife muvozanatli ovqatlanish sohasida mutaxassis. 1 daqiqada tayyorlanadigan mazali va sog'lom sabzavot sho'rvasini taklif etadi. Pomidor sho'rvasi rayhon bilan. Xushbo'y rayhon sho'rvasi juda mazali. U oqsil va tolaga boy. 7 gram oqsil va 3,5 gram. Bir porsiyada to'yinchoqlik hissi uchun 1 gram diyet dolasi. Bundan tashqari unda likopen, muhim antioksidant va prebiotik tolali inulin mavjud bo'lib, ular hazm qilishning normal saqlanishiga hissa qo'shadi. Bir porsiyada atigi 104 dona bor. Kilokaloriya. Eng muhimi, rayhon bilan pomidor sho'rvasi atigi 1 daqiqada tayyorlanadi. Muvozanatli tarkib va minimal kaloriyaga ega bo'lgan pomidor sho'rvasi rayhonli tushlik yoki kechki ovqat uchun mukammal taomdir. Bu vaznini kuzatadiganlar uchun ajoyib yechim. Ochlikni yaxshiroq nazorat qilasan va yaxshiroq natijalarga erishasan. Diyetolog sifatida sog'lom sabzavot sho'rvalarni diyetangizga qo'shishni tavsiya qilaman. Lekin ko'pincha javoblarda ularni pishirish uzoq vaqt oladi deb eshitaman. Endi bizda Herbals'dan rayhonli pomidor sho'rva bor va siz 1 daqiqada sog'lom, mazali, foydali sho'rva pishirishingiz mumkin. Endi eng sevimli retseptimni siz bilan bo'lishaman. Bir porsiya uchun 2-5 osh qoshiq pomidor sho'rvasi va rayhon Herbalife kerak bo'ladi. 1 osh qoshiq formula 3 oqsil aralashmasi 200 ml issiq suv 2 yangi boldiringan 1 bo'lak 2 bo'lak bulg'or qalampiri tamli qora o'simliklar bor 200 ml issiq suv at 2,5 pomidor sho'rvasi va rayhon 1 osh qoshiq formula 3 makopik bodringni kichik kubiklarga bo'laklarga kesing. Bulg'or qalampiri. Hammasini blenderga qo'shing va yana kopikla. Tayyor sho'rvani stakanga quying. Rayhon bargi bilan bezab xizmat qiling. 1 daqiqa va sho'rvam tayyor. Mening sho'rvamning siri formula 3 oqsil aralashmasini qo'shishda. Bu uning ozuqaviy qiymatini osonlik bilan oshirishga imkon beradi. Faqat bitta qoshiq formula 3 qoshish orqali biz sho'rvaning bir porsiyasidagi oqsil miqdorini 12 taga oshirdik. Grammi, lekin deyarli kaloriya miqdorini o'zgartirmaydi. Pomidor sho'rvasi va rayhon bilan tushlik yoki kechki ovqat uchun mukammal taom. Yoqimli ishtaha.